Landa damda, hayot achig'anda, keragi yo'q ekan gullar sochilganda. Menga bir Shamilboy, labbay hoji bobo. qutichamni ko'rmadingizmi? Kecha oqshom ko'rganimda tokchida turgan edi. Balanda Kim oldi ekan? qaydan? Ana u so'ragan aybi yo'q. Labbay bobo. Ahad Qayumni xizmatga chaqirsak qanchaga kelarkin? Kecha oqshom kelganda 1 tanga keling. Ahad Qayumdan arzonroq faqat gugurt qopdi-da. Xuddi shunday. Bay g'iybatchilari. Ey, alg'ov zamon bo'ldi. Ishlaringni kartoshkan narxi osharmi? Bey. Ha, kartoshkan narxi oshgandan keyin ba'zi bir narsalar ham narxi oshadi. Ha, Mulla Shamilboy buguncha avjidalar-ku. Hosil bobo. Hosil bobo emas, Labbay. Balanza bobo. Birinchi tortganlarda tizzalargacha, ikkinchi tortganlarda bellargacha, uchinchi tortganlarda kekirdaklarigacha kelganmi yoki miyalargacha berganmi? Endi bu kartoshkaning sifatiga bog'liq. Agar gollandskiy urug' bo'lsa, bir tortganda miyalargacha, urgutniki bo'ladigan bo'lsa, bu masalani gaplashish kerak. Eshitdinglarmi? Bir tomonda oqposhsho dig'alar, ikkinchi tomonda dermon dig'alar. Bir-biri bilan jig'i beyronmush. Hozir men senlarga ko'rsataman Nikolay poshchoni. Mana. Gapirmang. Men sizlarga aytdim, siyosatga aralashmanglar.